Assalomu alaykum akalar. Bugun sizlar bilan tezkor aviya. Bugun sizlarga Samarqandga ortga qaytuvchi obratga reyslari bilan tanishtirib o'taman. Sizlar ungacha YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Xo'p, Istanbuldan Samarqandga uni vazvaratligi 3 million 200 ming so'm chiqadi. Bez vazvaratligi 2 million 800 ming so'm chiqadi. Istanbuldan uchadigan vaqti 13:30 da, Samarqandga kelib qo'nadigan vaqti 19:45 da. Xo'p, keyingisi Kazandan Samarqandga uni bagajligi 2 million 250 ming so'm chiqadi, bez bagaji 2 million so'm chiqadi. Kazandan uchadigan vaqti 19:10 da, Samarqandga kelib qo'nadigan vaqti 00:35 da kelib qo'nadi. Xo'p, keyingisi Vunukodan Samarqandga uni bagajligi 2 million 200 ming so'm chiqadi, bez bagaji 2 million so'm chiqadi. Samarqanddan Vunukodan uchadigan vaqti kech payt 1:00 da, Samarqandga kelib qo'nadigan vaqti ertalab 7:00 da kelib qo'nadi. Sankt-Peterburgdan Samarqandga uni bagajligi 2 million 400 ming so'm chiqadi, bez bagaji 2 million 150 ming so'm chiqadi. Sankt-Peterburgdan uchadigan vaqti 13:10 da, Samarqandga kelib qo'nadigan vaqti 20:00 da kelib qo'nadi. Akalar, sizlarga reyslar tushuntirib o'tdim. Bizning manzilimiz Farg'ona shahar Tojmahalni ro'parasida. Kimga qanaqa arzon aviabiletlar zarur bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. 24 soat aloqadamiz. Masofalarimiz uzoq bo'lsa, onlayn aviabiletlarni ham rasmiylashtirib beraveramiz. Telegram yoki WhatsAppdan pasportlaringni rasmini tashlasalaring, biz sizlarga aviabiletlaringni rasmiylashtirib, onlayn variantini Telegram yoki WhatsApplaringga tashlab beramiz.